Nima sen mahallada bejoy yuribsan? Sizdan so'rab kelish kerak mahallaga? Ha, tushunmayapsan. Shuda sen mashina bozorga chiqavdim. Kobut olaymi ekan, jentra olaymi ekan. O'shanga nima deysan? Sen gapiryapman. Hayoning qayerda sani? 3-4 kundan beri mana shu mashina bejoy kelib ketyapti. Bu kim ekan? Bor chaqirib kelgan. Borchi kim ekan u? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Yaxshimi? Rahmat. Bu odamni ko'ryapsizmi? Qaysi? Uni. Xo'sh. O'sha mahallaning egasi sizni chaqiryapti o'sha. Men borar ekanmanmi? Ha. Borib aytib bering, kerak bo'lsa kelsin. Shuna deymi? Nima desiz to'g'risi, borib aytavering. O'rta borodi, ana nazariga ilmadi. Nima dedi? O'ziga sen kerak bo'lsa deyapti. Shunaqa dedimi? Shunaqa. Yurchi. Nima chaqirsa kelmayapsan? Tushunmadim, qayerga kelish kerak? Nima sen mahallada bejoy yuribsan? Sizdan so'rab kelish kerak mahallaga? Ha, tushunmayapsan. Endi nima bo'lyapti? Tallada ashuna tinchlik bormi batta? Niqomjon aka, hech nima qilmadim o'zingizga? Bu bola mehmonim, uyda sotishim kerak bu bolaga. Hech nima qilmadim aka o'zingizga? Yo'q, hech narsa qilgan yo'q, aka. Men bular bilan qanaqa gaplashishni bilaman. Lakasa tashlayman, olib boring shu bolalarni meni oldimga. Boraveramiz xatga bo'lsa, gaplashaveramiz. O'ldilar, xijolatchilik bo'lib qoldi. Yo'q, aka. Gaplashamiz. Jim bo'l. Doim mahallaga kelgan odamlarga shunaqa qilishasan. Bu safar ham mana ayib o'zingda bo'ldi. Olib kelingda olib keldim men. Men endi o'zingdan ko'r mana. Gaplashib ol mana endi. Gaplashaveramiz. Qani? Ona. Cho'ta bekor keldingmi? Ukam tur. Do'stim, yaxshimisiz? Do'stim. Erkak kishining qo'lida bilagidek kuchi bas. Uni muomala madaniyati qutqarib qoladi. Urushaman desa, u itlar ham urushaveradi, do'stim. Men niyatim shu edi xolos. Salomat bo'ling. Aka, Sog' bo'ling. Nima qilmadimi? Jim bo'l. shunchalik holati